Kim Qashqarni qildi makon, kim Enasoy tomonda. Jaloliddin Kurdistonda, Boburing Hindistonda. Men Rahimova Zebaxon, Urganch davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti 3-bosqich tarix talabasiman. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan tashkil qilingan O'zimizniki aksiyasi ishtirokchisiman. Milliy tiklanish demokratik partiyasining O'zimizniki aksiyasi bizni tariximizni, milliy qadriyatlarimizni chuqurroq anglashga chorlaydi. O'zlikka sayohat muzeydan boshlanadi shiori ostida o'tayotgan ushbu tashabbus o'zlikni anglash yo'lidagi dastlabki qadamdir. Chunki muzeydagi har bir eksponat xalqimiz o'tmishini o'zida yashirgan tirik tarixdir. Shular orasida Jaloliddin Manguberdi siymosi sadoqat, jasorat va milliy g'urur timsoli sifatida ajralib turadi. 1221-yilda Sind daryosi bo'yida ot minib kechib o'tgan on faqat jang emas, balki millat ruhining ham g'alabasi edi. Jaloliddin taslim bo'lmadi, chunki vatan uchun jonini fido qilishni eng oliy burch deb bildi. Uning nomi tarix sahifalarida emas, xalqning yuragida abadiy muhrlanib qoldi. Bugun muzeylarda saqlanayotgan har bir tarixiy yodgorlik, har bir qilich yoki bayroq o'sha jasoratning jim guvohi. Biz ularni ko'rar ekanmiz, o'z ildizimizni, o'zligimizni tanib boramiz. O'zimizniki aksiyasi aynan shunday qahramonlarimiz merosini xalqimiz qalbiga singdirish uchun xizmat qiladi. Chunki millat o'z qahramonlarini eslasa, uning ruhi hech qachon so'nmaydi. Jaloliddin bizga juda katta saboq qoldirdi. Chunki vatan uchun yashash, vatan uchun kurashish sharafdir. Biz yosh avlod o'tmish qahramonlar jasoratidan kuch olib, kelajakka ishonch bilan qaraymiz. Chunki Jaloliddin Manguberdi bu tarix emas, bu bizning o'zligimiz. Bu o'zimizniki.